Assalomu alaykum, Shahrimon pichoqlarni kuzatuvchilari, TikTok obunachilarimiz uchun yana yangilik ko'rsatamiz. Bitta boltasi gullarni tushirib, buqalarning rasmini tushirib, naqshlar tushirib qo'yganmiz. Juda ham baquvvat 16 cm boltamiz. Terishlaydigan pichog'imiz. Relis materialdan ishlangan. Materialni ham aytib qo'ying deyishyapti. 4 xil razmerda pichog'i. Katta pichog'i. Undan kichkina sredniy pichog'i. Uchalarni ham baquvvat qilib ishlab qo'yganmiz. Qipta qayraydigan qayrog'i. Agar buni xarid qilsanglar, yozdirish kerak bo'lsa, mana shu chexoliga ham yozib beraveramiz chiroyli qilib. Mana bu taklanadi. Naqshlarni o'yib, juda ham go'zal holatda xarid qilasizlar. Bir kunda yetkazdirib beramiz.